Atanmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomining sekretari Ma Shingruy Xotan viloyatining Keriya, Niye ve Chiran yerlərində tekshirishda bo'lganda qonun sistemasidagi har qaysi o'rinlarni ko'zda kechirganda ularning har qachon kurash qilish ruhi va irodasini yuksak darajada oshirishi lozimligini, oshqunlik va terrorlikqa qarshi kurashni qat'iy bo'shashtirmaslikni, cho'ng zo'ravonlik voqealarining yuz berishiga hech qanday yo'l qoldirmaslikni talab qilgan. Amerika Tamojna ve Chegara qo'llash idorasi CBP Amerikadagi import shirkatlariga xat yozib, Uyg'ur majburiy emgakining oldin ilish qonunining bu yil 21-iyundan boshlab ijro qilinganligi, Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning majburiy emgak mahsuloti emasligini isbotlash talab qilinganligi e'lon qilindi. Uqtirishda ko'rsatilishicha, buningdan burun shirkatlarning ta'minot zanjirini darhol va aktivlik bilan ko'zdan kechirib chiqishi talab qilindi ekan. Hindiston hukumati qonunsiz pul yetkash orqali davlatning tashqi piramid qoidasiga xiloflik qilganligi uchun Xitoy ahli iqtidorli telefon magnati Xiaomi'ning 725 million dollarini musodara qildi. Hindiston 2020-yili Xitoy bilan bo'lgan chegara to'qinishi sababidan Xitoy shirkatlariga tava 100 dan ortiq yanfon app'larini cheklagan edi. Türkiye prezidentining bayonotchisi bosh elchisi İbrahim Kalin Ukrainaning poytaxti Kiyevni rasmiy ziyorat qildi. Kalin ziyorat jarayonida Ukraina prezidenti Zelsinki tarafidan qabul qilindi. Kalin yana Kiyevdagi Turkiya elchixonasida o'tkazilgan iftorda Turkiya fuqarolari va Qrim tatar turklari bilan ko'rishdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa ziyoratga kelgan Nur-Sultonda Qozog'istonning muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Muxtar Teloberdi bilan ko'rishib, ikki taraflik munosabat va rayonlik masalalarni muzokara qilgan. Ministr Hayashi Nur-Sulton ziyorati jarayonida Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev tomonidan qabul qilingan. Xabarda yana Xitoyning rayondagi ul asliha mablag'iga qarshi Tokio hukumatining Osiyo davlatlari bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qiladiganligi ko'rsatilgan. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'ning qatnashishi bilan Turkiya va Venezuela o'rtasida ba'zi kelishimlar imzolangan marosimga qatnashgan Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu poytaxt Caracas'dagi Miraflores sarayida o'tkazilgan Venezuela Turkiya birlashma hamkorlik komitetining 3-qatimliq yig'inining yig'ilish yig'inida so'z qildi. Çavuşoğlu mundaq dedi: "Men yana bir qatim ta'kidlamoqchimanki, biz Venezuelaga qaratilgan jazoga qat'iy qarshi turamiz. Do'st davlat Venezuelaning yanida turishni davomlashtiramiz." Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić Belgradda o'tkazilgan marosimda so'z qilib, davlatining havo mudofaa kuchini oshirganligini ta'kidladi. Marosimda Xitoydan setib olgan aeroplanga qarshi boshqarilgan bomba sistemasi tanishtirildi. HQ-22 boshqarilgan bombasining Amerikaning vatanparvar nomli boshqarilgan bombasi va Rossiyada ishlangan S-300larga o'xshash iqtidorlari bor bo'lib, Serbiya tunji bo'lib Xitoyning boshqarilgan bomba sistemasini ishlatishni boshlagan Yevropa davlatiga aylandi. Rossiyani qo'lg'uvchilarning biri bo'lgan Serbiya hukumati Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni iltimos qilgan bo'lsa-mu, ammo qurollarni Rossiya va Xitoydan oladi.